Assalomu alaykum. Iftorlik va saharlikka shoshilib qolganingizda 20 daqiqada tayyor bo'ladigan vitaminga boy mavsumga mos juda ham mazali ko'katli lavash tayyorlashni ko'rsataman. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, to'liq tayyorlanishini o'rganib olasiz. Birinchi bo'lib uyingizda bor, o'zingiz yoqtirgan ko'katlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Men o'zim yoqtirgan ko'k piyoz, kashnich, ismaloq, salat bargidan foydalandim. So'ng 2 dona bodring va 2 dona pomidorni ham videoda ko'rsatilgandek to'g'rab idishga solamiz. Yana ham ishtahochar bo'lib pishloqlari cho'zilib chiqishi uchun mozzarella pishlog'ini videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab solamiz. Go'sht solmasdan ham tayyorlasangiz bo'ladi. Yana ham to'yimli va mazali bo'lishi uchun uyingizda bor go'shtli mahsulotlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab qo'shib yuborsangiz zo'r bo'ladi. Men o'zim yoqtirgan Rozmetov brendining injeyka mahsulotidan foydalandim. Ozroq tuz sepib, mayonez o'rniga qaymoq solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Lavash xamirini o'zingiz istagandek hajmda kesib olib, videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab tayyorlab olamiz. Lavashdan tayyorlab bo'lganimizdan so'ng tuxumga tuz solib, yaxshilab aralashtirib, lavashimizni hamma yog'iga tekkizib olamiz. So'ng tovaga ozroq yog' solib, past olovda lavashlarni har bir tarafini 1 daqiqadan qizartirib olmasdan, xuddi shunaqa tillarang qilib 4 ta tarafini qizartirib olamiz. To'liq retsepti souslari bilan pastga yozib qoldiraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, bitta like aytmasanglar xursand bo'laman.